Toshkentda zavodda ishlashibdi ustalar, mana elektr o'tdi, birortasini joyiga egasi olib bermabdi, hammasini yonidan olishdi. Qarang, nech pul bo'ladi. Mana stoykaga ishlatilgan bolgarga toshlarni ham hammasini do'stlar o'zini yonidan qilibdi, materialni ham yonidan olib ketdi. Joyiga egasi olib bermabdi. Zavod qurdiribdi do'stlar, qaranglar, hech narsa olib bermabdi, ustani o'zi olib ketdi. Chunki bu ustalar hamma narsasi o'zi bilan yuradi. Bolgarga toshi ham, svarka apparati ham hamma yo'q ham, material usti haqqisi ham do'stlar joyiga egasidan hech narsa olmasa, xuddi mana shunaqa katta zavodlar, angarlar do'stlar javob berishyapti. Kontener mahsulotini 25 metrgacha ustun suzdiydimi? Bu joy 26 metr o'tadi. Hech qanaqa ustun yo'q. Ko'rib baho bering. Ishlatilgan materialni bitta ko'rsating, baquvvatligini qarang do'stlar. Xorilarigacha qilingan firmani bori yetib borishdi desa ham bo'laveradi do'stlar. Tevasida tunigasigacha do'stlar. Xullas qaranglar, noldan boshlab tunigagacha yopgan, hatto tarnovgacha qilgan do'stlar 350 ming so'mdan bir kvadrati bo'lgan ekan. Faqat pul sanashdi, qolgan hamma yo'qdi. Usta yonidan olib kelib qo'yibdi do'stlar. 150 mingdan 400 ming so'mgacha do'stlar O'zbekistonda 12 ta viloyatda. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Qilingan ishga kerak bo'lsa notarius orqali qo'ldan qo'yib beraveraman deyapti. Pastdan nomer aloqaga chiqing do'stlar. Hozir turgan joyimiz Toshkent shahridagi zavodda turib, zavod qurdirmoqchi bo'lganlarga tashabbus.